Murzaeva Majuda. Asab va nerv sistemasidagi kasalliklar bo'yicha shikoyat bilan kelganman. Qayerdan keldingiz? Toshkent shahridan. Shaharda qayerdansiz? Chilonzor tumani. Avval bu doktorimizdan, Komiljon ukamizdan qizim bir kursga ishini olgan edi. Shuning uchun ijobiy fikrlar bildirgani uchun Komiljon ukamizga ishonib, shu xastaliklardan shifo topaman deb bu kishini izlab keldik mana shu yerga. Menga eng yoqqan tomoni bu klinikada hamma xodimlar mehnatkash, hamma o'zini ishini, mas'uliyatini biladi. Hamda o'zi bu fikrlarimni men ketish jarayonida aytib ketmoqchi edim klinika rahbariga. Bu sal muddatdan oldinroq bo'ldi. Hamma bu yerda o'sha tozalovchi qizlarimizdan boshlab hamshiralar ayniqsa judayam xushmuomala, hamma muolajalarni o'z vaqtida qilishadi. Haligi shifokorlarni dori qo'llaridan tashqari bu yerda shirin muomala, yaxshi so'z bilan ham davolashadi. Minnatdorman shu kasallikdan menimcha tuzalib ketaman, xudo xohlasa. Inshaalloh. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik. Kelib mana shu yerda dam olib, barcha asab xastaliklaringizga, turli xil xastaliklaringizga shifo topishingiz mumkin deb ishonaman. Bemorimiz bosh miya qonidagi surunkali buzilishi, disciplinator encephalopatiya, essensialniy trener bilan shikoyat qilganlar. Hozirgi kunda barcha fizioterapiyalar, igloterapiya va TMS terapiyalar olyaptilar. O'zgarish yaxshi, Allohga shukr. Doim umringiz uzoq bo'lsin, sog' bo'ling. Sizlarga